meni yoshligimda juda ko'p ijtimoiy roliklar bo'lardi. Esingizda bo'lsa, siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, shu buvi suvni o'chirib qo'yadi, nevaralari suvni yomashitgani uchun, keyin ular uzoqqa boshqa mahallaga borib suv olib kelishadi. Keyin suvni qadriga yetishadi. Yoki bitta o'qituvchi maktabga butilkada, katta butilkada suv olib keladida, undan ikkitagina 3 tomchi oladi pipetkada. 3 tomchi olib, bittasini tomizadi bittasiga, ikkinchisiga 2 tomchi tomizadi va aytadi: "Mana bu katta baklashkadagi suv, bu yer yuzidagi suvlar" deydi. Mana bu ikkitasi bu biz ichadigan suvlar, ichimlik suv deydi. 3 tomchi. Mana shuni ichida 3 tomchi o'zi deydi. Bizda suv ko'p deydi sayyorada, lekin bu suvni hammasini ichib bo'lmaydi. 1 tomchisi bu yer osti suvlari deydi. 2 tomchisi bu daryolar, boshqalar ichsa bo'ladigan suv deydi. Mana shunaqa narsalar bizning paytimizda ko'p edi va bu menga ta'sir qilgan. Siz agar tabiatga yordam berishni xohlasangiz, masalan, plastikdan voz kechsangiz yoki mana shu yerda bo'lgan gaplardan xulosa qilib, nam sochiqdan voz kechsangiz, umuman biron bir narsa qilsangiz tabiat uchun aslida o'zingizga qilgan bo'lasiz. Chunki tabiat sizsiz yasha oladi. Tabiatga inson zoti kerak emas, insoniyat umuman tabiatga kerak emas. Masalan, aytishadi-ku, Orol dengizi quridi va u yerda hayot o'ldi deb. Lekin siz o'sha yerga borsangiz, baliqlar suzayotganini ko'rasiz yoki o'sha kaltakesaklar yurganini ko'rasiz. U yerda faqat odamlar ko'chib ketgan. Odamlar yashamayapti. Mana shu ekologik katastrofa, ya'ni ekologik mudhish hodisa faqatgina odamlarning hayotiga ta'sir qilgan. Tabiat qandaydir o'zini kunini ko'radi. U qayta tiklanishi mumkin, qayta tiklanmasligi mumkin, lekin sizni yordamingizga muhtoj emas. Siz suvni tejasangiz yoki o'sha bir martalik idishlardan foydalanmasangiz, biron bir odam daraxt kesayotganini ko'rganda gapirsangiz, indamasdan o'tib ketmasangiz yoki biron bir odam ichimlik suvini, mashinasini yuvayotganini, shu gilamini yuvayotganini ko'rsangiz yoki shunchaki yerga sepayotganini ko'rsangiz, indamasdan o'tib ketsangiz, faqatgina o'zingizga ziyon qilgan bo'lasiz. Chunki shunday vaqt keladiki, hattoki pulingizga yegulik topolmay qolasiz, ichishga suv topolmay qolasiz va yurishga toza yer topolmay qolasiz va nafas olishga kislorod topolmay qolasiz.